Oxiri Moskvaga kelishga majbur bo'ldim. Erimni axtarib, lekin axtarganimdan foydasi yo'q, topolmayapman. Eringiz ko'rib turgan bo'lsa bizni nima deysiz? Baribir ko'radi-da. Iltimos dadasi, men uchun qaytmasangiz ham, 3 bolangiz, onangiz uchun qayting, iltimos dadasi. Qizingiz ayniqsa o'qishga kirdi, siz orzu qilgan o'qishga kirdi. O'z kuchi bilan kirdi dadasi. Qidigonalari telefonda dadasi bilan gaplashsa, ayajon, men qachon dadamning ovozini eshitaman, qachon qizim degan so'zini eshitaman deydi. Onangiz saratda kasali bo'lib qoldi, iltimos qayting. Onangiz hechmisi sizni ko'rsin, ovozlaringizni eshitsin. Juda sog'ingan sizni onangiz. Onalarini ham siz boqasiz. Onasiga men o'zim qarayman. Aka, farzandingizga qarab, onangizga ham qarayapti-da. Otangiz vafot etib ketdilar, sizni g'amingizda. Onasi aytadi har doim onajon, onangiz aytyapti. Bolam qaynotang o'g'lini ovozini eshitmadi. Ota degan so'zini eshitmadi. Hechmisi bolam men eshitay o'g'limni ovozini deydi. Lekin sizni axtardim dadasi, topolmadim. Oxiri bu kishilarga murojaat qilishga majbur bo'ldim dadasi. Agar noto'g'ri ish qilganimni kechiring, lekin onangiz uchun, 3 farzandingiz uchun shu kishilarga murojaat qildim. Iltimos qayting dadasi. Aka, siz ko'rdingizmi, qanday ayollar bor, ko'ryapsizlarmi? Erini qidirib, qaynonasini gaplari uchun yig'lab o'tiribdi-da. Tashlab ketgan erini. 3 ta farzandini onasini ayol boshi bilan boqib yuribdi. Yana kechirim so'rayapti. Har kim va har qanday ayollar ham so'ramaydi. Ertalab soat 4 da turib, kechqurungi 5 gacha 13 soat pasodomoykada ishlab tashlab ketgan yerini onasi bilan farzandlarini boqib yurish oson narsa emas-da. Har kimga ham emas. Ko'ryapsizlarmi, ko'zimda yosh. Apajon, O'zbekistonda nima ishlar qildingiz? O'roq o'rardim. Nima ish bo'lsa qilardim. Erkaklanishni qilardingiz? Qilardim. Farzandlarimni boqish uchun qildim rosti. Bir o'zingiz o'qishga ham kirgizdingizmi? Qizimni o'qishga kirdirdim. Qizingizning gaplarini ayting. Qizim har doim telefon qilsam, ayajon, dugonalarim dadasi bilan gaplashyapti. Men qachon dadajonning ovozini eshitaman, dadamni sog'indim deydi. Dadasi qachon kelasiz? Hech bo'lsa shu farzandingiz onangiz uchun keling, iltimos sizdan. Akajon, men sizga og'ir gapirmayman. Mard bo'ling. Qayerda bo'lsangiz ham mard bo'ling, 3 ta farzandingizga qarang. Iltimos dadasi, otangiz jon berguncha qo'limda jon berdi. Siz bizni takror aytib, ovozingizni eshitishga zor bo'lib jon berdi. Hech bo'lmasa onangiz siz ovozingizni eshitsin dadasi, iltimos qayting. Bolalaringiz uchun, shu onangiz uchun qayting, iltimos dadasi. Aka, ayolingiz o'zi uchun videoga chiqmayapti-da, o'zi boqyapti, qarayapti, lekin otangiz so'zingizni eshitolmay qo'llarida jon berib ketibdi. Onangiz vasiyati uchun kelib internetga chiqib turibdi. O'zi uchun chiqayotgani yo'q. Qiynalsa ham 3 ta farzandingizni, ota-onangizni boqyapti. Qarangki, qanday baxtli kelingki, qo'lida otangiz jon bergan. Ta'sirlanmayapsizmi? Sizning otangiz kelinning qo'lida jon beryapti. Aka, iltimos, hech bo'lmasa telefon qiling onangizga. Iltimos qilaman. Apajon, eringizni to'liq nomi familiyasini ayting. G'oziyev Samandar. G'oziyev Samandar 82-yil 6-martda tug'ilgan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida Turon qishlog'ida yashaydi. Qashqadaryolik akalarimiz Yakkabog' Turon qishlog'idan ekanlar. Qani sizlar Qashqadaryolik akalarimiz? Qarangda, men ta'sirlanib ketyapman. Yaxshi kelin ekan, qaynota qo'lida jon berdi. Qaynonani qarayapti, eri tashlab ketsa ham. 3 ta farzandni qarayapti. O'qishga kirgizib qo'yibdi dashi. Aka, nima yetishmaydi sizga? Sizni pulingiz kerak emas. Puli kerakmi shu odamning?
Bolalari ham onasi ham aytadi. Kelin, iltimos qaytat. Men o'zim ham aytaman, erimda puli ham, davlati ham, nimaki bo'lsa hech narsasi kerak emas. Faqat farzandlarimga otasini mehri kerak. Onasiga bolasini mehri kerak. Iltimos dadasi, bizlarga hech narsangiz kerak emas. Sizni o'zingiz mehringiz shuni so'zingiz kerak dadasi. Qayting, iltimos sizdan. Agar men bilib bilmaysizlar xafa qilmasam kechirim so'rayman dadasi. Iltimos onangiz uch farzandingiz uchun qayting. Aka sizga boshqa gapim. Odamlar tushunganlar tushundi o'zi. Apamiz nima uchun internetga chiqyapti? Iltimos qilaman, har bir shu videoni millionlab prosmotr qilinglar, qani sizlar? Like bosinglar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston tarqatinglar bir-birlaringga. Zo'r aka millionlab odamlar ko'rsa, shu odamni ko'rganlar bo'lsa, iltimos qilaman bizga aloqaga chiqinglar. Apamizni telefon nomerini qoldirdik. Ayol boshi bilan 3 ta farzandi boqyapti. Qashqadaryoda ham o'rog'i ishiga chiqib boqqanlar-da. Apajon, telefon nomeringiz nechi? 8 991 230 26 01. Dadasi qayda bo'lsangiz ham qayting. Men Kirlatishga metroda ishlayapman. Iltimos, mayli oldimga kelmasangiz ham onangiz bilan uch farzandingiz oldiga qaytib boring. Mayli ishlamang dadasi. Shu uchala to'rtalasini oldiga turing. O'zim ishlab sizlarga yordam beraman. Faqat shulardan orqa-uzoqqa ketmang, iltimos dadasi. Juda sog'ingan sizlarni. Sizni juda sog'indi shular. Ko'rdilaringmi qanday ayol? Mana shunaqangi mard ayollar ham bor. Shuncha tashlab ketsa ham kutaydigan ayollar. Pulingiz kerak emas, ishlab boqaman deyapti. Faqat qaytsangiz bo'ldi farzandim uchun deyapti. Aka, farzandlaringiz so'rayapti-da sizni. Qizingiz ozodlikka vaqti bo'lyapti. Savchilar ham kelyapti. Savchilar kelyapti. Dadasi, iltimos, qayting. Sizni fotoğrafınız bilan chiqarishni xohlayman. Sizni duoyingiz bilan chiqarishni xohlayman. Dadasi, iltimos. Uyga qayting. Akajon, siz hayot bo'lsangiz-ku, qizingizni to'yiga fotiha bermasangiz-da, har bir qizni orzusi-ku bu dadani fotihasini olib chiqish. Nahot siz hayot bo'lib turib bera olmasangiz shu narsani. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, hayot emas, biron korxol bo'lgandir, qamalib qolgandir. Ko'rganlar bor. Biz hayot bo'lmasa bundaqangi og'ir gapirmaymiz. Biz ham hamma narsani tekshirib ko'rib keyin chiqaramiz. Kecha biz 5 kishini chiqaruvdik, 3 tasi topildi. Bir sutka bo'lmasdan turib. Hammalaringga rahmat. Biz Instagramga video qo'ydik, 1 million 100 ming prosmotr bo'libdi bir kunda. Bir kun bo'lmasdan topildi shu odam. Yana ayrimlari nima deydi? 1 yil bo'lgan o'yiga telefon qilganim yo'q. Bizga telefon qilib, "Men yo'qolganim yo'q, men Moskvada yuribman" deydi shu odamlar, yo'qolgan odam. Qancha bo'ldi o'yinga telefon qilmaganingga desam 1 yil bo'ldi deydi. 1 yil o'yinga telefon qilmaganingdan keyin uydagilaring yo'qoldi deydi-da. Yo'qolgan odamsan-da. 1 yil o'yinga telefon qilmaysan, qayerdaligingni aytmaysan. Yana bizga telefon qilib, "Men yo'qolganim yo'q, meni nimaga internetga chiqardilaring" deb qo'yadi ayrimlar. 3 tasi topildi akalar. Alloh rozi bo'lsin har birlaringni.